Assalamu alaykum ekran oldiga hurmatli ko'rmanlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan tasdiqlangan To'r televiziyasining Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Mushu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Aziz qarindoshlar, sizlarni Sharq Turkiston davosining Amerikadagi yangi taraqqiyot yuzlanishidan tafsiliy xabardor qilish maqsadida bugungi suhbat programmamizga Amerikada aktiv faoliyat olib berayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi kishilik huquq komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi Zubayra Shamsiddin xonimni Shundaqla Amerika Uyg'ur birlashmasining hay'at a'zosi yosh aktivistlarimizdan Alfidar Iltabir xonimni alohida taklif qildik. Hurmatli Zubayra Shamsiddin xonim va Alfidar Iltabir xonim, ataydan vaqtinglarni sarf qilib bugungi programmamizga qatnashib berganliginglar uchun stansiyamiz nomidan sizlarga alohida rahmat aytaman. Xush keldinglar. Xush bulduk. Sizga ko'p rahmat. Sizlarga shu vaqtni, shu fursatni berganingizlar uchun ko'p rahmat. Hoş bulduk. Salam qarindoshlar. Hammanglarga salam. Hurmatli Zubayra xonim, oldi bilan programmamizni siz bilan boshlasak, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining keyingi mezgillardan buyon Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasi haqida e'lon qilgan dokladlari xalqaroda zo'r inkoslarni qo'zg'adi. Navbatda sizlar qaysi sohada tadqiqot va izlanishlarni olib beryapsizlar? Keng xalq ommamizga bu haqda biroz bir tushunchalarni bergan bo'lsangiz. Ko'p rahmat. Mayda bir muhim savol bo'ldi. Bu Uyg'urlar butun xalqimiz bilgandek, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bu organ asoslanib shu Uyg'urlarning kishilik huquq masalalari haqida tadqiqot olib bordi. Ham shu orqali dokladlarni tayyorlab, bu dokladlar orqali shu dunyo sahnasida xalqaro Amerika asos qilgan asosda butun dunyo sahnasida shu Uyg'ur davosini olib berish uchun materiallarni PAK tarafdan ta'minlaydi bizning vatanning ahvoli haqida. Endi bizning asosli hozir ko'ngil bo'layotgan asosli bir material tayyorlaydigan nuqtamiz Uyg'urlarning shu qirg'inchilikka uchrash masalasi. Ya'ni Xitoy tarafidan butunlay milliy qirg'inchilik yo'qotish kirdiga bo'lgan shu masalalar haqida atrofliq cho'nqur paketliq doklad tayyorlash shu asosiy birinchi o'rindagi masala biz uchun. O'zingiz bilgandek, garchi vatanda nima ish yuz berayotganligini biz Uyg'ur sifatimiz bilan shu hayotlarni beshimizdan o'tkazgan insonlar sifatimiz bilan uning qirg'inchilikligi aniq 70 yildan oshgandan beri Xitoy bizni qirib kelyapti. Ammo dunyoda har qanday bir shu dunyoda xalqaro bizningdek işte ezilayotgan millatlar ko'ngil bo'ladigan organlar, hukumatlar, tashkilotlar, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti deymiz, hammasini bizning ahvolimizning haqiqatan qirg'inchilik bo'layotganligini haqda bilishi, uni qabul qilish uchun bizning unda quruq gap qilib qo'yishimiz yetarli bo'lmaydi ekan. Bizning dard to'kib, ko'zimizdan yosh to'kib yig'lab qo'yishimiz yetarli bo'lmaydi ekan. Açıq şu yığılarning hammasini yig'ishtirib, shuning oqidagi ochiq haqiqatni dunyoga ko'rsatishimiz shart ekan. Demakki, mana shunda ishlarni qilish, shu shundaq ochiq yig'larni qog'ozning ustiga qalam bilan yozib dokumentlashtirish bizning ishimiz bo'lganligi uchun hozirgi vaqtda bizningki elib berayotgan shu tadqiqot temamiz nihoyatda og'ir. Bu bizdek bir Uyg'ur o'zi shu ishlarni beshini o'tkazgan insonlar uchun bunda bir temaning ichiga cho'nqur kirishning o'zi biz uchun test, ammo qilmasak bo'lmaydigan bir muqaddas vazifa. Shunda bo'lganligi uchun biz hozirgi Uyg'urlarning ahvolini haqiqatan milliy qirg'inchilik, ya'ni shu dunyo yer sharidan Xitoy bizni butun bir millat insonlar sifatida yo'qotish fikrida olib boryapti deyish uchun har taraflama pakt tayyorlashimiz kerak. Masalan, bularning birinchisi deymizki, masalan bizningki Uyg'urlarning nüfusini azaltish deganda albatta bu birinchi bo'lib azaltish har xil tarafdan bo'ldi. Bu qirish turmalarda, so'loqlarda, har bir yerlarda va yoki o'ldirib, o'limga hukm qilib o'ldirish, uningdan sirt bizning ayollarimiz bo'libmi, bizning avlodimiz bo'lgan bolalarimizni, ya'ni bizning bir millat saqlab qolgan kelgusimizningki onasi, kelgusimizningki tuguni bo'lgan bizning ayollarimiz haqida qirg'inchilik olib berish bu og'ir masala. Masalan, tug'ut cheklash deymiz, ayollarimizni majburiy Xitoylarga to'y qildirish deymiz. Mana shularning hammasi biz dokumentlasak, bular dunyodagi shu qirg'inchilik qonunlari bo'yicha bir millatga olib berilgan qirg'inchilikni isbotlaydigan dokumentlar. Bu haqdagi masala biz uchun muhim. Uningdan sirt shu Uyg'urlarni azam qul qilib ishirtish, ya'ni hozir millionlagan xalqimiz jazo lagerlarida. Bu jazo lagerlari faqat bizning xalqimizni u yerda urib so'qib, qiynab, beshini yub xitoylashtirib, shunday qilishla emas. Mundaqcha vaqtda Xitoyning dunyoda shu o'zining tijoriy ham shundaqla iqtisodiy kuchini davomli kuchlantirib turish uchun
Azan qul mındaq aytgan vaqtida bekarlı qul qilib 21-ci əsrdəki şundaq işiltilib bizning Uyg'urlarni mındaq aytgan vaqtda xitoylashtirish emas, müştaq jismoniy ham ruhiyat tarafdan tutun qilish. Bu gerçi miltiq tutib, gazning ichiga ko'mtirib, mındaq qirish bo'lsin, shundaq ahvolda elib berilgan majburiy emgak qul qilishning o'zimi yana shu dunyoda qirg'inchilik elib berish degan shu aniqlamaning bir tarkibiga kirdi. Shunda bo'lganligi uchun bu yana bir tema biz uchun shu haqda yana tadqiqot etib berish ham shundaqla inchki material tayyorlash. Uningdan boshqa hozirgi bo'layotgan ahvollar. Bu yana bu ayollar nopusni cheklash, majburiy emgak bu tarafdan sirt yana bizning xalqimizni, masalan, bolalarimizni ularni kichik vaqtidan hatto ba'zilarini hozir bilyapmiz. Bu atalmış Xitoyninki davlat egiligidagi yetimxonalari va yoki maktablari nomida qurilgan, nurg'unlagan shunday nimalar bor, maktablar bor, atalmış maktablar. Amaliyotda bu yerlarda bizning bolalarimizni kichigidan tirik yetim qilib, garchi atalar hayot bo'lsinmi, ularni kichigidan tug'ma holda xitoylashtirib, bunda aytganda bir millatlik, bir Uyg'urlik narsani butunlay aşağı qanqinden kichigidan beshini jujib tarbiyalaydigan shunday ahvollar bo'lyapti. Bu munaydi bir og'ir ahvol. Hozircha men shunchalik deb turay, chunki haqiqatan bizning ahvolimizni, dardimizni desak tugamaslar bor. Endi u haqda yozsaq, yezish tegishlik tugamas shunday narsalar bor. Ammo ularning hammasi mavjud. Ammo hozirgi bizning ko'z oldimizda qilmasak bo'lmaydigan, biz hammamizni cho'qim to'xtamay shundaydi jiddiy holda hal qilishga cho'qim qo'l tutib bir ishlashga tegishli bo'lgan dokladlar yoki dokumentlar shulardan iborat hozircha. Rahmat. Hurmatli Zubayra xonim, yuqorida bergan qimmatli ma'lumotlaringiz uchun rahmat aytaman. Hurmatli Alfidor Eltabir xonim, bu yil 1-oktyabr kuni sizlarning va boshqa Uyg'ur Tibet tashkilotlarining uyushtirishi bilan Washingtonda o'tkazilgan namoyish o'zgacha bir tusda elib berilib, matbuotlarning kuchli diqqatini qo'zg'agan edi. Sizlar bu xil namoyish o'tkazish fikriga qanday kelib qoldinglar va boshqa ellardagi Xitoylar qarshi elib beriladigan namoyishlarning shakli va usuli haqida qanday taklif tavsiyalaringiz bor? Bu haqida ekran oldidagi qarindoshlarimizdan bilan biroz o'rtoqlashgan bo'lsak. Bo'ldi. Biz Uyg'ur Amerika birlashmasi shu 7-oydalam 10-oyning birdagi namoyishni cho'ng qilishni planlagandik. Nurg'un planlarimiz bor bu yilga, lekin pandemik sababidan jiq planlarimiz plan bo'yicha qolib qoldi, amaliyotga uyg'un bo'lmay qoldi. Shu biz bu namoyishga tayyorlik qilayotgan vaqtimizda 7-oyning oxiri biz Tibet guruhi bilan birlikda Apple ya'ni olma şirketiga qarshi bir ko'rinishlik namoyish o'rinlashtirdik Washington DC'da. Shuningda nihoyatda ahamiyati yaxshi bo'ldi, ta'sirli bo'ldi va biz bu ko'rinishlik namoyishninki ta'sirining zo'r bo'lganligini va buni davom qilishimiz kerakligini o'yladik. Shu vaqtda Tibetlik guruhlar bizni 10-oyning birida biz Global Day deb cho'ng bir namoyishga tayyorlik qilyapmiz. Xitoyga qarshi birlik qilaylik deb degan taklifni berdi. Biz başta biraz oylaştık rast gap qilsam, chunki biz Uyg'ur Amerika birlashmasi o'zimiz Uyg'urlar bir namoyish tashkillaylik deb tayyorlik qilgan edik. Shunga shu o'xshash shu parlament binosining oldida soat 2dan 5gacha ruxsatni olib qo'ygandik. Maqsadimiz jamoatimiz hech olmasa yarim kun ishlasa, yarim kun ruxsat so'rab, shundan keyin kelsa, endi biz namoyishimizni qilsak deb o'ylagandik. Shunga yanalam Uyg'urlar ayrim qilaylik deb boshda qo'shilmadi ularga. Endi 8-oyning o'ttirig'i kelganda tekrar biz bilan aloqalashdi Tibet guruhlari. Endi boshqa Uyg'urlar mobil guruhimizda hammamiz tang qilsak deganni o'ttirib qo'ydi. Endi biz yana maslahatlashib Uyg'ur Amerika birlashmasi a'zolari boshqa Uyg'urlar bo'lsa ayrim qilib yurmaylik, hammamiz birlikda bir cho'ng namoyish qilaylik deb ularga qo'shildik. Qo'shilganda endi biz 2dan keyin Uyg'urlar namoyishimizni davom qilaveraylik. Soat 10-ga billa qo'l chiqarib 10dan boshlab butun kunlik namoyishga o'zgartaylik deb qildik. Shunga planimiz bo'yicha davom qilaverdik. Yana hamma 100 kishilik biz 200 kishilik ruxsat olgandik, lekin atdigan soat 10da qildigan guruh aran 150 kishilik ruxsat topdi va buningda Tibetlar, Hong Kongliklar, Tayvanliklar, boshqa demokratik Xitoylarmi va buningdan boshqa o'zimizning Uyg'ur
teşkilatları var, UHRP var, Dünya Uyghur Kurultayı var, Campaign for Uyghur var. Şular hemmesi birleşip kılgan boğaçka, onunla bekrek küçüdük. Şununla bütün tayarlıqını birlik kıldık hesapta. Bu namayişte hemmedim bek cismani emgekni kılgan bizden dostumuz Max Gilbert, Uyghur Amerika Birleşmesi'nin program direktörü. Şu sahneden tatip hemmesini özü tuşup, kıralap, hemme işini şu Uyghur Amerika Birleşmesi namı bilen hemmeni kıp geldi. Onun alayda rahmet eytiş gerek dep oylayma. Uyghur emes turup, muşnak hiç gündüzünü berip, muşnak küyünüp, işkıgındın biz təsirinip, biz teximi çıqıraq işqısaq boğudak degen təsiratqa keldik. Bilsiz Uyghur Amerika Birleşmesi, heyet azalarının hemmesi yaş, yenilik ekilişini xalaydigan, başqaça, özgüce işlarını qilaylaydigan yaşlardan tərkib tapgan. Şuna bu qıtımqı namayışını her zamankiga oxşaş berip, şuartı olap, uzun tutup qıgandın, oxşamaydigan bir xil qilaylaydab jığın içip məsləhətləşdik. Şu məsləhət jığınıda mening isimni qilishcha, hamda rahmatlik dadam burunqi faoliyatlarda, Novruzlarda siyasi drama yezib beradi, biz o'rindab chiqatdik. Mehmon chaqirish, andin o'zimizningki milliy qahramonlarni jonlantirish degandek. Shular qapti ekan. Shu yig'inda biz nima ishga hozir bo'lyapmiz? Xalqimizning ko'rayotgan zulmini ifodalab chiqmaymiz. Ming ko'rgandan, ming anglagandan bir gap bor. Shuni jonlantirib chiqaylik deyishdik. Shuning bilan hammamiz qo'shildik. Prezident Qudrat Altaymoy qandaq chiqimga moddiy ma'naviy biz hammamiz tayyor xalq bilan jamoatimiz bilan maslahatlashaylik dedi. Jamoatni yig'ib jamoat bilan maslahatlashdik. Hammasi to'g'ri fikr bo'lganini va qo'shildig'ini aytdi. Shuning bilan boshladik hisobda. Endi senaryoni o'tirib yozib chiqdik bütün tafsilotgacha, chunki bir xatolik bo'lmasin, tushunish xatolik bo'lmasin deb. Şunun bilan senaryoda bir necha yani o'zgartdik. Masalan biz saqchilarni zo'rlab Xitoycha naqshi aytqizsin deb yozgandik. Jamoatimizdan aytmayli degan fikr keldi. Biz buni to'g'ri tushundik. Shunga o'xshash bir ishga yani o'zgartdik va senaryoni bekitib, kim saqchi bo'ldi, kim doktor bo'ldi, kim majburiy emgak ustiliga ko'tarildi, kim saqlı bo'lganligi uchun turma kirdi degandek rollarni bekitdik. Andin kim kichik qizning rolini oldi, ota-onasini izlab kirgan, sahnaga kirgan degandek. Shularni bekitdik. Andin har hafta maxsus shu namoyish uchun yig'in ochdik. Namoyishdan 3 kun burun qanday qilsak shu jamoatimizga osonlik qilib bera olamiz deb o'ylab, masalan biz Washington DC'da mashina park qilish night test, parking pulimi azan emas. Parkingdan tatib to'lab beraylik, sahnadan tatib, o'rindiqdan tatib hammani biz opraylik, o'zimiz to'shib, o'zimiz yerlashtiraylik. Jamoatimizga osonlik bo'lsin deb hamma narsani tafsili deb beraylik, adresdan tatib, nerda ko'rishimiz hamma narsani deb shu tafsili yozib, buni ham baharladik. Bir ikki kun qolganda yig'in ichib hammasiga uxtatdik, birga harakat qildik va oxirida namoyishimiz nihoyat yaxshi bo'ldi. Ta'siroti nihoyat yaxshi bo'ldi. Nurg'unlagan mediaga oldin vala xabar berdik. Washington Post bo'lsin, New York Times bo'lsin, jurnalistlarga, kanallarga ko'pinchisiga xabar berdik. Media advisory deb shu Amerikaning o'zining nimasi bo'yicha dokladlarni tayyor qilib bir necha kun avval sundik. Shuning bilan namoyish kuni hammadan shunda hayajon, shunda titik o'zi bir kishilik hissi qo'shqiniga qo'shal keldi va faoliyatimizni nihoyatda muvaffaqiyatli o'tkazib oldik. Endi boshqa davlatlarga qanday qaraysiz, qanday qilish kerak deb so'radingiz. Endi shu davlatda turadiganlar texnik yaxshi bildi deb o'ylayman. Chunki har bir davlatning qonuni o'xshamaydi, xalqining pozitsiyasi o'xshamaydi. Shuni eng oldida bilish kerak. Shuningga qarab, endi namoyishlarimizni o'rinlashtirishimiz kerak deb o'ylayman. Meningcha tashviqotlarimizni shu o'zimiz turayotgan davlatlarning xalqiga va hukumatiga bildirish bilan barabar inglizcha street activity deydi, ko'cha ko'rinish namoyishi degandek
şu işlarni teng ap berish kerak deb o'ylaymiz. Shunda qilganda har tarafdan ap baganda texim muvaffaqiyat bo'ldi deb o'ylaymiz. Rahmat. Hürmetlik Elfidar İltebir Hanım, sizden yukarıda bergen malumatlarınız için rahmet etaman. Hürmetlik Zübeyra Hanım, Xitoydagi mustabid bir davlatning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga a'zo bo'lib saylanishi xalqaroda zo'r g'ulg'ula qo'zg'adi. Siz bu masalaga qanday qaraysiz? Ondan yaqinda Amerika Avom palatasida Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan majburiy emgak tuzumiga qarshi ikki qonun loyihasi orqadan ma'qullandi. Bu ikki qonun loyihasining farqlari nima? Bu ikki qonun loyihasini birlashtirib, Kengash palatasining ma'qulidan o'tkazish imkoniyati bormi? Agar bu loyiha rasmiy qonunlansa, Uyg'urlar uchun qanday ijobiy unumlarni elib keladi? Mushu haqida bir bizga ma'lumotlar bergan bo'lsangiz. Bu bir yaxshi fikr. Hozir ahvolda nurg'un Uyg'ur xalqimiz qiziqayotgan masala. Bu birinchisi Xitoyningki yana qaytadan shu Uyg'ur kishilik huquq konsuliga yana qaytadan kirishi bu bir endi esiniz mundaqcha aytgan vaqtda bu adolatning ostin ustunligi mundaqcha demak dunyoda adolatning yo'qligini desakmi bo'ladi. Yana bir tarafdan xuddi nurg'un xalqarodagi shu hozirgi masalaga shu Xitoyning ahvoliga ko'ngil bo'layotganlarning gaplari bo'yicha aytgan vaqtda xuddi o't qo'ygan jinoyatchining o'zi o't o'chirish atratiga kirib olgandek bir ish. Yana bir tarafdan Amerikaning hukumat boshlig'i Pompeoning degani bo'yicha bu odamning yuzini tushirdigan mundaqcha aytgan vaqtda hozir bu konsul kirganlarning hammasi Xitoy, O'rus, shunga o'xshash Saudiya Arabiya degandek shunday davlatlarda mundaqcha aytgan vaqtda bu diktatorliklarninki o'zininki diktatorlik mahoratini ko'rsatadigan bir sahnaga aylandi deb buni. Endi buni bir tarafdan aytgan vaqtda men bir o'zim Uyg'ur ham shu biz Uyg'ur masalasi hozirgi shu dunyodagi kishilik huquq krizislari shu ahvollarga dunyodagi shu adolatning nagacha nada mengayotganiga shunday ahvollar qarab kelayotgan inson sifatim bilan buningdan bir hisobda bakmi ajablanib ketmadim. Shunday mumkinchilikning borligi tabiiy. Chunki Xitoyni qo'llagan, Xitoyning oqsitgan, endi menga bizga shaxsan menga nisbatan naytilqi shunday umidsiz endi shunday birligi aqlimdan o'tmaydigan ishning kelgani Xitoyni shunday sahnaga chiqarganlarning oqsida bizning nurg'un biz qarindosh deb ko'radigan biz umid kutadigan bunda aytganda biz musulmonlik va yoki boshqa tarafdan bizga qarindosh deydigan shunday insonlardan tarkib topgan davlatlar shu Xitoyning oqsida. Shunday davlatlarning bularga ovoz berib shu yerga kirishi bu mushu insonni o'ylantirdi. Shaxsan men mushu tarafdan o'ylandim. Degandeklar burundan bo'lib kelyotdi. Burundan demaymiz, bu 2016-yildan beri mushu Uyg'urlar bizning ahvolimiz rasmiy bir yo'q qilish girdog'iga qarab menayotgan shunday mezgilda albatta bizningki nurg'un shu da'voyimiz masaladagi narsalarni dunyo sahnasiga ko'tarib chiqayotgan Amerika boshchiligidagi g'arb ellari bu haqiqat hammamiz shuni ko'rib turyapmiz. Ammo biz umid kutadigan haqiqatan bizningki ichgan yerimizga malham bo'ladi deb o'ylaydigan bizning qarindosh insonlarimizdan shunday davlatlardan unchalik yordam kelmadi. Albatta davlat degan bir mamlakatni xalqlarni idora qiladigan bir kuchli organ. Shu davlat qanday insonlarni yo'lga boshlasa shunday bo'ldi. Shuning uchun albatta u allardagi insonlarni ayıplaydigan bizning huquqimiz yo'q, ham hech qanday bir nemimiz yo'q. Ammo hukumatlarning shu qadar ko'zi ko'r pul mol dunyo uchun o'zining e'tiqodini, sharafini, g'ururini, insonligini setayotgan shunday ahvol odamni umidsizlantirdi. Masalan, Xitoyning bu qitimqi bu rasmiy haqiqatda aytgan vaqtda bir diktatorning, bunday aytganda bir qirg'inchining dal shu biz so'zlayotgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'urlarninki shunday qirg'inchilik ahvoliga yuz berayotganligini, millionlagan Uyg'urlarning 1 milliondan 3 milliongacha odamni Xitoy shunday so'lab azoblayotdi, yo'qotmoqchi deb turgan shunday hamma ovozlar cho'qirib shunday anglab turgan shunday ahvol aslida bu Xitoyning yana shu texi atalmışda mundaqcha aytganda kishilik huquq nimasining bunda bir a'zo bo'lib kirishi konsulninki. Bu bir adam tasavvur qilib bo'lmaydigan bir ichinishlik bir ish. Shunda bo'lganligi uchun ammo baxtga qarshi bu kishilik huquq konsuli yanada biz Uyg'urlar uchun bir muhim organ. Gerçi Xitoyning bu organga yana a'zo bo'lib kirishning o'zi
bu haqiqatga bo'lgan bir chaqchaqdak yoki bir depsendichilik deb aytsakmı, biroq biz yanada mushu organninki ba'zi bir sistemlik nelerden ba'zi bir mushu organning rollaridan funksiyalardan foydalanishimizga to'g'ri keldi. Shunda bo'lganligi uchun biz yanada Xitoy qarshi o'zimizningki Uyg'urlar masalasi haqidagi kurashlarimizni hech qachon to'xtamaymiz. Yani mushu konsulga a'zo bo'lgan davlatlar har qachon Xitoyni texmo davomli kuzatib, davomli bizning Uyg'urlar biz mushu insoniyatdagi barliq bir ezilayotgan millatlarning bir parchasi sifatimizda bizning da'volarimizni davomli Xitoyning qo'liga qo'yib turishini, ya'ni biz shu haqda mangimiz buning hech qachon to'xtab qolmaymiz. Daki bizningki ovozimizdan bir amaliy harakat chiqqicha. Demakki, hozirgi vaqtda, ya'ni mushu ahvoldan qaragan vaqtda bizning vazifamiz og'ir Uyg'urlarningki, biz mushu da'vo yo'lida yana qiladigan nurg'un ishlarimiz bor. Chunki bizning dushmanimiz hozir Xitoy o'zi, Xitoy doirasida emas, hozir demakki xalqaro shundaq organlarning sistemlariga kirib, shu xalqaro organlardan foydalanib, o'zining diktatorligi, o'zining bostirish siyosatini qo'llanadigan mushtaq bir razil hukumat o'zininki bunday aytganda qimmat qarashini va yoki o'zininki davlat idora qilish zo'ravonligini dunyoga yeyotdi desak bo'ladi. Shunda bo'lganligi uchun endi bu bizning masala Uyg'ur masalasida to'xtab qolmaydi. Demak, biz qanday kunni ko'rgan bo'lsak, xuddi Hong Kongliklar hozir Tayvanga kelayotgan tahdidga o'xshash dunyodagi barliq millatlarga bu xil Xitoyning tahdidi kelishi mumkin. Xitoy mayli Jongo doirasi o'zidan hukm sursin, mayli xalqaro organlarda o'zi bir davlat vakili sifatida hukm sursin, bularningki tabiati hech qachon o'zgarmaydi. Bularning tabiati kontrollik, boshqalarni yo'qotish, ham shundaqla bularda insoniyat qimmati, bu insonlikqa qarshi jinoyat o'tkazish bu xil xarakteri hech qachon o'zgarmaydi. Demak, bu tahdid biz bilan to'xtab qolmaydi. Bunday aytganda dunyo miqyosiga yildi. Demak, mushu nuqtani tutib turib, biz Uyg'ur davosini davomli elib berishga texnik ko'p kurash qilishga to'g'ri keldi ham davomlashtirishimiz kerak. Bu haqda shunchalik to'xtalaylik. Endi sizning ikkinchi bir nuqta deganingiz hozirgi Amerikada chiqqan ikki qonun haqida. Birisi Uyg'ur majburiy emgini oldini olish, ya'ni Uyg'ur Forced Labor Prevention Act deydi inglizcha. Bu degani Uyg'ur majburiy emgini oldini olish. Yana birisi Uyg'ur Forced Labor Disclosure Act degani bor. Endi bu degani ochiq oshkor bo'lish, ya'ni shu Uyg'ur majburiy emgakdagi ahvollarni, sherdagi haqiqatni oshkorlash degandek ashunda Uyg'urcha tarjima qilsak, endi bu ikki qonunninki bir-birini to'liqlaydi deb aytsak bo'ladi. Bu Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish degan bu qonunda ko'p doiralik narsalar bor. Bu bir-biridan ozroq farq qildi, jiq farq qilmaydi desakmi bo'ldi. Ama ikkinchi aytilgan qonunda buningda asosli holda shu Amerikadagi kompaniyalarningki ularni ta'minlayotgan ham kelayotgan ishlab chiqarish narsalarininki manbasini aniqlashni asosli maqsad qildi. Ya'ni shu Amerika import qilayotgan va yoki dunyo boshqa yerlarga, demak Amerika deganki boshqa asosli Amerikaning kompaniyalari Xitoydan import qilayotgan barliq materiallar, narsalar ishlab chiqarilgan zavod korxonalarda majburiy emgak, ya'ni bo'libmi Uyg'urlarni majburiy emgak selish ahvoli bormi yo'qmi, shuni aniq oshkora holda dunyoga jakalash kerak degan shuni tashabbus qildi. Endi birinchisi bo'lsa, buningdan nurg'un bir necha mazmunlar bor, ya'ni Uyg'ur majburiy emgakni to'xtatish qonuni degan buningda bir necha muhim narsalar bor. Buning muhim narsalar qanday desangiz, endi mishada men deb qo'yg'im keldi. Buning birinchisi bizning vatanda ishlanayotgan, ya'ni bizning vatandagi zavodlar, shu Amerikaning yoki Amerika mablag' sevayotgan yoki Amerika bilan mashqat birlik tijoriy munosabat bo'lgan shunday kompaniyalar, organlar hammasi chiqqan ishlab chiqargan mahsulotlarda Uyg'urlarni majburiy emgakka, ya'ni Uyg'urlarni qo'l qilib ishlatyapti degan shu masala bor. Agar shundaq bo'lgan bo'lsa, shu bizning vatanda va yoki Uyg'urlarni mustaq majburiy emgakka sepib turib ishlab chiqargan shu mahsulotlarni Amerikaga kirgan vaqtda Amerikaningki chegara qonunlari bo'yicha, ya'ni Amerikaning shu import qilish qonunlari bo'yicha bularni og'ir darajada cheklash, uni og'ir darajada tekshirish, shu
mahsulotlarni ta'minlagan kompaniyalar va zavod korxonalarni aniq deyish kerak. Shularda haqiqatan shunday majburiy qul qilib ishlayotgan Uyg'urlar bormi deb shunday ahvollar bor. Agar shunday ahvoldan ozroq bo'lsa, ularning butun material mahsulotlarni to'xtatish, boykot qilish mandaqcha aytgan vaqtda shunday ahvollar bor. Uningdan sirt bu qonun yana mushu Uyg'urlarni majburiy emgakka selish bizning vatanda keng doiraliqmi? Hem shundaqla bu sistemli holda elib berilayotgan bir ahvolmi deyilgan shundaq narsalar bor. Shunday narsalarni aniqlash kerak degan. Agar haqiqatan mushu Uyg'urlarni majburiy emgak selish sistemli holda keng doiraliq uzun mezgildan beri davomlashayotgan shunday ahvol bo'lsa, bu insoniyatga qarshi bir jinoyat, ya'ni mandaqcha aytgan vaqtda qirg'inchilik jinoyatining bir belgisi bo'ldi. Shunday bo'lganligi uchun bu Naydi ig'ir ahvol. Xitoy hukumati bu haqda dunyodagi qonuniy yoki dunyodagi shunday ahvollar ko'ngil bo'ladigan tashkillar va yoki hukumatlar tomonidan jazolanishga mahkum. Shunday bo'lganligi uchun bu ahvollarni qarashni o'z ichiga oladi. Yana birisi bu qonun orqali Amerika hukumati, Amerika tashqi ishlar ministrligidan shunday Uyg'ur majburiy emgaklar yana Uyg'urlarni qo'l qilib ishlatayotgan shunday tijorat organlarining ismlarini uningdan sirt shu qo'l Uyg'ur majburiy emgagi aralashib qolgan shunday kompaniyalar va yoki shunday korxonalar yurgizayotgan odamlarning tizimliklari, ya'ni organlarning. Uningdan sirt shu mahsulotlarning tizimligi, u mahsulotlar bo'lgandimi shu Uyg'urlarni majburiy emgak qul qilib ishlatgan zavodlarda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning tizimliklari. Shunday uch xil narsalarning tizimligini Amerika hukumati, Amerika tashqi ishlar ministrligi Amerika hukumatiga ta'minlashi talab qilindi shu qonun bo'yicha. Agar bular ta'minlansa, bular bo'lsa, bu chaqda bizning vatandagi nurg'un ahvollar o'tirg'i chiqadi. Bu faqat Uyg'urlarning qulluq masalasi emas, bu yerda Uyg'urlarni atalmış kambag'allikdan qutqizamiz, ularga yordam beramiz, masalan, oilalarga yordam beramiz deb hozir necha minglagan, necha millionlagan Xitoy kadrlarini bizning Uyg'urlarning uylariga o'rinlashtirib qo'yotgan shunday qiliqlar, bularning hamma narsa oshkorlandi. Va endi mushunda oshkorlangandan keyin undan Amerikaning yana mushu qonunning doirasida bilib turib shundaq Xitoyningki hukumatning yordami bilan bilib turib Uyg'urlarni qul qilib ishlatayotgan shunday zavod korxonalarga va yoki shunday zavod korxonalarni yurgizishga hassa qo'shayotgan yoki ishtirok qilayotgan shunday kompaniya yoki shunday insonlarni jazolash, ya'ni yana bir qonun bor, Magnitsky qonuni deb qo'ydi. Global Magnitsky qonun deb, bu yer shari xarakterli bir qonun. Bu qonun bo'yicha shunday jinoyatlarni o'tkazayotgan insonlarga, shunday huquq tutqunlarga, amaldorlarga va yoki kompaniyalarga va yoki boshqalarga jazo yurgizish shunday ahvol mumkin emas, qila olmaymiz-da. Shunday bo'lganligi uchun birinchi degan qonunning doirasi tafsil ichiga kirsak, bunda nayt ko'p narsalar bor. Umumlashtirib aytgan vaqtda bu qonunda biz Uyg'urlarningki mushu majburiy emgakka selinishini to'xtatib qolmasdan, mushu majburiy emgakka selinishni vujudga keltirgan butun munosabatli ahvollarning hammani o'tirg'a chiqadi. Buningda mushunda ahvolni yurgizishga riyosatchilik qilayotgan amaldorlar, masalan, bizning vatandaymiz Bington asosli bir shunday tashkilot, bunday aytganda xuddi bir mafiyaga o'xshash, hukumat ichidagi hukumat turib qo'yayotgan hamma nimasi bor. Harbiy kuchiga tayinib, bizning Uyg'urlarni unday vaqtda 70 yildan ortiqdan beri bizning vatanni butunlay ishg'ol qilishdan sirt, bizni talon-taroj qilayotgan, Uyg'urlarni vayron qilayotgan, hatto hozir shu majburiy emgak masalalarida asosiy rol o'ynab, bizni butunlay qon-qonimiz hammanimizdan shu yer sharini yo'q qilishga birinchi rol o'ynayotgan Bington, Xitoyningki atalmış organi. Demak, shunga o'xshash organlar, undan sirt boshqa har qanday kompaniyalar, o'zingiz bilasiz, hozir nurg'un markali kompaniyalar va shularning hammasi chiqyotdi. Masalan, o'tgandagi Avstraliyaning bir tadqiqot organining deya vaqtda 83 dan ko'p, 83 turlik shunday kompaniya mahsulotlarni ishlab chiqaradigan
yerlerinki Uygurmuş mecburi emgekke çetişliği bağlığı bayqaldı. Demek ki nurgun meselelerini kötürüp çıkıdı bununluk bilen. Hem de en ahırki vakitte bu meseleler berip yanıla şu Xitayning Uygurlar karşı genocide dep koymiz. Yani resmi, milli, insani qırğınçılık elip berip atkan bir cinayetini paş kıldı. Şuna bu işki kanununki hazır Avam Palatası'ndan ötdi. Bunun resmi hükümet nemisiga kirip bir kanun bulup belgilense bu Uygurlarning hayat üçün nurgun faydalarına ekildi, nurgun ahvallarına ekildi. Bu kanuni yollar bilen biz haqiqiy vatanda bo'layotgan ishlarning, ya'ni bu Uygurlarning bizning kunimizningki mushu qirg'inchilikning qaysi yo'sinda, qaysi ahvolda elib berilganligi haqida faktlik bir amaliy bir ishning yuz berishiga mushu sabab bo'ldi. Shuning uchun menimcha bu nihoyatda muhim. Ama bunu resmi Amerika'da bir kanun kılıp çıkarış için nurgun hareket gerek. Xuddi dastlabki Uyghur Kishilik huquq qonunini vücudga chiqarish için mana shu bütün Amerika'daki shundaqla dunyo miqyosidagi barliq Uyg'urlarninki ajriba uning ustida. Xuddi shunga o'xshash bu ishki qonunni menimcha bu vaqtda sal qaraydigan, bizning birinchi o'tgan qonunimiz nihoyat muhim, bu mundaqmikin deb qolgan narsa emas. Buningda nihoyat muhim narsalar bor. Bu kanunun her bir maddesi, her bir Amerika hükümetini kılışkı şart kıldığan yerlerinin hemisi biz Uygurlarning hayatımızda, bütün ictimai hayatımızda, emgek, bütün hayatımızda bevasıta bir takıldığan nesler var bir yerde. Şunda bu için bu kanunların ötüşünü, resmi kanun bulup Amerika hükümeti belgelenişini bunu nihoyat bir muhim deb qarayman şahsen ben. Hem bu bütün bizning Uyghur xalqimiz üçün nihoyat bir foydali bir ishlarni olib keladigan ahvol. Shunda bo'lganligi uchun balkim mana oramizda Uyghur Amerika jamiyatininki vakili bu Amerikada ahvollarni bo'ladi. Bu Uyghur Amerika jamiyati oldingi qitim qonunning o'tishida nurg'un emgaklarni qilgan. Onundakin biz müşiyadaki Amerika'daki Uyghur organlarla emas, onundan sırt dünya miqyosidagi albatta Dünya Uyghur Qurultayı bunun içinde hemmimiz birlikte güç çıkarıp şu kanunun birinci kanunun ötüşüge için nurgun tirişdik. Aynı tirişçalıqni biz ma iki kanunun ötüşüge üçün tirişimiz inşallah. Hem de bu hemmimiz üçün muhim. Şunda bo'lganligi uchun mening ümidim var. Çünkü biz tirişip durgan qilsak menimcha ümidim var. Çünkü bizni qo'llayotgan Uyg'urlar emas, hozir dunyo miqyosida nurg'unlagan boshqa organlar bor. Bu majburiy emgak chetishlik qilgan nurg'un yüzlerce organ bor. Ashundaq bizning birlashma guruhlarimiz bor, coalition debchi. Ashta majburiy emgakka qarshi guruhlar hozir 180 dan oshdi. Bu vaqtda albatta UHRP bizning organ shunday dunyo Uyg'ur Qurultayı bunun ichida ham shunday başçılık rolunu oynayotgan organlar. Demek ki bu mesele Uyghur meselesi bu müşahidlan to'xtab qolmay, bunda aytganda xalq aralashgan bir mesele haqida qaralyapti hozirgi vaqtda. Shuning uchun mening umidim bor, mencha bu qonunlar o'tadi deb qarayman, ammo tirishishimiz kerak buning uchun. Ko'p rahmat. Rahmat hurmatli Zubayra Shamsiddin xonim. Hurmatli Alfidar xonim, keyingi yillardan buyon chet ellardagi Uyg'ur yoshlari harakatida zo'r bir jonlanish bo'layotganligini ko'ryapmiz. O'zingizmi bir yosh aktivistimiz bo'lish sifatingiz bilan muajiratdagi yoshlarimizga qarata qanday orzu istaklaringiz bor? Mushu haqidagi fikrlaringizni Dunyo Uyg'ur Qurultayı ekrani orqali keng xalq ommamiz bilan o'rtoqlashsak. Keyingi bir necha yil ichida nurg'unlagan yoshlarimiz chiqdi. Biz bunga nihoyatda xushal. Menimcha oldi bilan biz shu erkin dunyoda yashayapmiz. Hech qanday zulm ko'rmay erkin nafas olyapmiz. Vatanimizda o'z qarindoshlarimiz, o'z oilamiz, do'stlarimiz hammasi misoli ko'rilmagan bir zulmni ko'ryapti. Shunlashqa bizning o'zimizning ichimizdan, yuragimizdan bizning shular uchun shular ovozini chiqarolmayotdi. Shular uchun bir ishlarni qilishimiz, qo'limizdan kelganini qilishimiz kerak deganni mas'uliyat deb bilishimiz kerak deb o'ylayman. O'zimizning burchi deb ko'rishimiz kerak. Eng oldida shuni tunib yetishimiz kerak.
Onundan başqa hammamiz özümüz turgan dövlətinin tilini yaxşı öyrənib, siyasətini yaxşı öyrənib, mədəniyyətini yaxşı öyrənib, əndin şu xalq bilan yaxşı münasibətlər orunlaşdırıb, əndin ular asta-asta təsir qılıb, toxtumay təşviqatımızı qilishimiz kerak deb o'ylayman. Siz mening tunji qitim ekranga chiqib gap qilishim odatda ekranga chiqishni ancha yaxshi ko'rmayman. Ishqa kelganda men men umidlik bo'lishni tavsiya qilma hammamizga. Bo'lmasa hammamizning psixologiyasi bek buzilib ketdi. Mening ota-onam hamda dadam tugab ketdi. Apam mishada, oilam mishada turib, men mushu maqolalarni o'qiganda, videolarni ko'rganda shunchalik ta'sirlanib kech-kech uxlayolmayman. Menga shunchalik ta'sir qilgan bo'lsa, boshqa qarindoshlarimiz, oilasi vatanda, ota-onasi vatanda qarindoshlarimizga cho'qqim tasvirligisiz ta'sir qildi deb o'ylayman. Shunlashqa psikologiyamizni shunday yaxshi tutishimiz kerak. Hargiz bo'sh qo'yib kerak. Uzluksiz, to'xtamay tashviqotni davom qilishimiz kerak deb o'ylayman. Shunaqa qilganda nurg'un yaxshi ishlar bo'ldi bilasiz Amerikada va Yevropada, Kanadada. Bundan keyin yana shuning davomi keldi, yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Biz ham to'xtamay tirishchanlik ko'rsatganmiz. Yana jiq ishlarni qilib bo'ldi. Birlik ichida, barobarlik ichida bir-birimizni afu qilib, bir-birimizni kechirib, bir-birimizning yaxshi taraflarini ko'rib, tashviqotimizni to'xtamay davom qilsak, cho'qqim biz o'zimiz ko'zlagan nishonga yetolmaymiz deb o'ylayman. Rahmat, hurmatli Alfidar Eltabir xonim. Hürmetlik Zübeyre Şemsdin xanım ve hürmetlik Elfidar Eltabir xanım, yuqorida bizga bergan qimmatli ma'lumotlarla shundaqla alohiden vaqtinglarni chiqarib, bugungi Uyg'ur ovozi suhbat programmamizga qadam tashlab qilganliginglar uchun yana bir qitim ko'rurmanlar nomidan alohida rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Sizga ketdan-ket rahmat. Sizlarga rahmat. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasining Uyg'ur ovozi suhbat programmasining bugungi soni mushu yerda oxirlashdi. Keyin qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.